Bir shaharga bir g'arib odam kelib qopti, musofir bola. Bosh mudarrisni madrasaga kirib, berib boradigan joyim yo'q. Shu madrasada bir panoh tilab yursam maylimi? Bo'pti, bolam g'arib bola ekansan. Boradigan joying yo'q ekan, mana shu yerda u yoqqa qarar yurur, yotib mana hujra sanga. Bir 5-6 oydan keyin hali bola ko'rinmay qoldi. Bosh mudarris haliga g'arib hali nima qilasiz ketib bordi. Uni boradigan joyi yo'q, bu shaharda u musofir g'arib deb domlani o'zi qidirishga chiqib shaharni qarasa yo'q. Bir chekkada shahar chekkasida o'tiribdi. Ha bolam, nima madrasani tashlab kelding? Quturgan itni sog'aytirmasam bo'lmaydiganga o'xshayapti. Hammani tishlab olib kasal yurmasin. Qani it? Mana it deb tilini ko'rsatibdi Ali bola. Bu tilim meni quturgan it. Sizdan boshqa hammasi bilan urushib chiqdi. Hammasini diliga ozor berdi. Qarasam bir kuni urib o'tirib qo'yishadigan. Sekin odam zotga hali aralashishga vaqt bor ekan. Yo tilimni tuzatib kelay, yoki chetda yuravering. Odamlarni bir o'ldirib qo'yishiga, urib kaltaklashiga o'zimni jonimni baloga qo'yib qo'ymaydi deb keldim. Sarvar olamni mana shu tilingga ehtiyot bo'lgin degan so'zlari mana shu dunyoda xor bo'lmay, zor bo'lmay yurishing, mana shu tilingning birinchisi, tilga ahamiyat bergin. Alloh taolo agar bir bandasini obro'sini el orasida tushirmoqchi bo'lsa, aqlidan judo qilar ekan, aqldan judo bo'lgan inson tiliga kelganini valdiraydi. Ikkita og'iz betayin so'z bilan 20 yil, 30 yil yig'ib kelgan obro'sidan ajralib o'tiradi. Alloh taolo bir bandasini obro'sini oshirmoqchi bo'lsa, aqlini mukammal qilib qo'yar ekan. Aql mukammal inson o'ylab gapirar ekan. Ana shu ikki og'iz o'ylab gapirgan gap bilan hatto ba'zi insonlar podsho bo'lib qolgan ekan bir kunning o'zida. O'ylab gapirishlik, fahm farosat bilan gapirishlik bu juda ham ulug' ish. O'ylamasdan gapirib yuborishlik bu insonni baloga olib keladi, xorlikka olib keladi.